Bugun sizlar bilan Uzun Marketda marketing tizimi o'zi qanday ishlashi va nimaga tovarlarni sotuvi o'zidan o'zi o'sib ketmasligi haqida gaplashamiz. Mening ismim Xayrlayev Sarvar. Uzun Marketda 3 yildan beri savdo qilib kelayotgan aktiv seller hisoblanaman va shu paytgacha 2000 dan oshiq o'quvchilarni Uzun Marketga savdo qilib boshlashlariga qo'ldan kelgancha yordam berib kelayotgan o'qituvchi hisoblanaman. Bugun sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzuyimiz marketing mavzusi. Ushbu mavzuda biz sizlar bilan Uzun Marketni ichki aksiyalari qanday ishlashi, bu aksiyalar orqali siz tovaringizni qanday qilib to'pga olib chiqishingiz yokida tovaringiz juda ham pastda tushib ketib, aynan hech kimga ko'rinmaydigan va hech kimga keraksiz tovarga aylanib qolishi va aynan o'sha tovarlar orqali sizga qanday ziyonlar kelishi mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Va albatta hech qayerda aytilmagan marketing fishkalari va instrumentlari haqida ham bugun sizlar bilan bo'lishib o'taman. Juda ham ko'pchilik Uzun Marketga kirgan yangi sotuvchilar o'ylaydiki, Uzun Marketda tovar zo'r sotilishi aynan narxga bog'liq masala deb o'ylashadi va bu eng katta xatolardan bittasi. Sababi narx bu birgina instrument va bu faktor boshqa marketing instrumentlari to'g'ri ishlatilgan kartochkalar yoki do'konlarda aynan birinchi o'rinda emas, oxirgi o'ringa ham kerak bo'lsa tushib qoladi. Avvalambor marketplace'da savdo qilayotgan paytda ushbu marketplace ichki aksiyalarni yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Uzun Marketda taqvimli aksiyalar, timer aksiyalar, promokodlar va shunga o'xshagan ichki tizimda bepul o'rnatib qo'yilgan aksiyalar mavjud. Ushbu aksiyalarni qonun-qoidalariga va umumiy logikasiga to'xtalib o'tamiz. Taqvimli aksiya bu har doim mavsumiy yokida qaysidir mavzuga mo'ljallangan aksiyalar turi hisoblanadi. Bu aksiyalarni asosan Uzun Market o'zi tarafdan e'lon qilib boradi va bu aksiyaga qatnashishni bor yo'g'i ikkita sharti bo'ladi. Ya'ni birinchi sharti bu siz tanlagan va siz sotayotgan mahsulot aynan ushbu kategoriyalarga va ushbu aksiya mavzusiga mos kelishi kerak. Deylik 8-martda kiyim-kechak yokida taqinchoq sotasiz, ushbu mahsulotni bemalol bu aksiyaga qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi sharti esa bu albatta chegirma foizlari, ya'ni Uzun Market minimal chegirma foizlarini belgilab qo'yadi. Deylik 3%, 2%, 1%, 5%, 10% va shunga o'xshagan chegirma foizlar. Bu minimal foizni siz mahsulotingizni qo'ygan narxiga chegirma qilib mijozga sotishingiz kerak. Ya'ni 100 minglik mahsulotni 3% chegirma asosida 97 mingga eng kamida tushirib sotishingiz kerak. Eng kamida deganda bu holatda siz xohlasangiz 80 ming, xohlasangiz 50 ming narxda sotishingiz mumkin. Faqatgina 3% dan kam bo'lmagan chegirmani bersangiz yetarli. Ikkinchi aksiya turi esa bu timer aksiya hisoblanadi. Timer aksiya bu yig'ilib turgan va juda ham ko'pchilik mijozlarga yoqqan, ya'ni prosmotrlari, ko'rish sonlari juda ham ko'p, lekin sotib olishlar nisbatan kamroq bo'lgan tovarlarni aynan timer aksiyada ishlatish yokida ostatga qolib ketgan mahsulotlar, sezoni pikda yokida sezoni endi kirayotgan yoki sezoni tugayotgan mahsulotlarni aynan timer aksiyada, ya'ni 1 sutkali aksiyada sotib tugatib yuborishimiz mumkin. Ya'ni bu aynan 1 sutka bo'lgani uchun mijozlar ushbu mahsulotni bir kunga aksiyaga tushganini ko'rib, tezgina u mahsulotni sotib olishga harakat qilishadi. Va buni yana bitta qulay taraflaridan bittasi bu timer aksiyaga qo'yilgan mahsulotlar mijozga уведомление, ya'ni ushbu san tanlagan mahsulot endi chegirmaga tushdi. Falon foizda chegirmada shu mahsulotni faqatgina deylik 15 soat yokida faqatgina 8 soat qoldi. Shu mahsulotni olsang, aynan chegirma narxida olasan. Bo'lmasam yana qimmat narxda qaytib qoladi degan reklama boradi. Albatta timer aksiyani har doim ham ishlatib bo'lmaydi. Sababi Uzun Marketda timer aksiyalar bor yo'g'i 200 dona berilgan. Ya'ni bitta do'konda 200 marta aynan shu timer aksiyani ishlatishimiz mumkin. Ya'ni 200 ta mahsulotga. Bo'ldimi? 200 ta mahsulotdan ko'p qilib bo'lmaydimi? Yo'q, 200 ta mahsulotdan ko'p qilsa ham bo'ladi bemalol. Faqatgina bu limit qo'yilgan. Siz deylik 200 tadan bir haftaning ichida 50 tasini ishlatsangiz, Uzun Market vaqt o'tgan sari yana ham o'sha 50 ta joyni to'ldirib beradi. Bu albatta bir xil aksiya har kun takrorlanmasligi uchun Uzun Market buni sonini cheklab qo'ygan. Ya'ni deylik siz bir xil mahsulotni bugun faqatgina bugun 150 minglik narxda emas 100 ming so'mga olsangiz bo'ladi deb reklama qilib turganingizni ertangi kuni yana xuddi shu reklama bilan mijozga chiqadigan bo'lsangiz, bu holatda aynan siz do'koningiz va tovarlaringizga va Uzun Marketga umuman olganda ishonch kamayadi. Mijozlar tarafdan albatta ushbu ishonch kamaymasligi uchun bu chegirma sonini cheklab qo'yilgan. Keyingi masala esa bu albatta pulli boost reklamalar. Pulli boost reklamasi Uzun Marketda kategoriya yokida kalit so'zlar orqali ishlatilishi mumkin. Kategoriyada boost reklamasi qanday ko'rinishda bo'ladi? Deylik siz erkaklar uchun kepka sotmoqchisiz. Kepka kategoriyasiga kirdingiz va ushbu kategoriyada yuqorida turgan mahsulotlarda asosan kompyuter orqali qaraganingizda yuqorisida reklama degan yozuv turadi.
Ya'ni topda turish uchun sotuvchilar yonidan pul to'lagan holatda ushbu reklamani yoqyapti. Va bu reklama sizni tovaringizni teparoq o'ringa chiqib, uni ko'proq mijozlar ko'rishiga yordam beradi. Bu albatta to'g'ri taklif, ya'ni to'g'ri taklif deganda chiroyli infografikalar, narx-navo, opisiya va boshqa narsalarni jamlamagan bo'lsa, tepaga chiqishni o'zi ham yetarli bo'lmaydi. Va albatta ushbu tovarda bundan oldin sotuvlar bo'lgan bo'lishi kerak va odzivlar yetarlicha bo'lishi kerak. Chunki siz birinchi o'ringa chiqqaningiz bilan siz 10 mingta mahsulot bilan raqobat qilayotgan bo'lsangiz, deylik, ushbu 10 mingta sotuvchi siz bilan konkurent bo'ladi. Mijoz kirganidan keyin aynan sizni kepkangiz, aynan sizni tovaringizni sotib olish uchun ular bilan albatta solishtiradi. Birinchi o'ringa chiqdim bo'ldi, meniki zo'r sotildi degan bu yerda masala ketmaydi. Ikkinchi, uchinchi o'rinda turgan tovarlar deylik, ular pul to'lamagan holatda organik tizim orqali tepa o'ringa chiqdi. Bu albatta uzoq muddatli va odzivlar, zakazlar soni va doimiy ushbu kartochka ustida ishlab kelingan holatda yuqori o'rinlarni egallanadi. Ushbu format juda ham stabil hisoblanadi, ya'ni organik topda bo'lish. Bundan tashqari albatta boost reklamasini ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin buni asosiy instrument sifatida olmang. Buni albatta mahsulotingizni tezgina boost qilib, ya'ni ko'proq sotuvni tez muhlatda qilib olish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Hop, o'rtacha hisobda oladigan bo'lsak, 5 mingta, 10 mingta prosmotr uchun deylik kategoriyada, bu albatta kategoriyadan kelib chiqib, ushbu kategoriyada aynan siz reklama yoqayotgan paytda qancha odam reklama berayotganiga qarab, aynan ichki auksion ko'rinishida bo'lib boradi va boshqa sotuvchilarga qaragan holatda prosmotr uchun pul to'lab borasiz. O'rtacha hisobda 5 ming, 10 mingta prosmotr uchun 10 ming so'm atrofida bir kunlik byudjet ajratiladi. Bu albatta bitta tovarga. Kalit so'zlar orqali ham boost reklamasi, ya'ni pulli boost reklamasida topga chiqsa bo'ladi. Bu albatta aynan kalit so'zlar orqali reklama berish, bu eng ko'p ishlatiladigan ushbu siz sotib turgan tovarni kalit so'ziga reklama yoqish hisoblanadi. Deylik, siz kompyuter sotish bilan shug'ullanasiz. Aynan sizning kompyuteringiz deylik Lenovo qanaqadir modeli. Lenovo deylik H117 degan model. O'sha modelni nomini yozgan holatda qancha ko'p mijoz qidirsa, ushbu mijozlarga siz ushbu kalit so'zni ishlatgani uchun reklama yoqishingiz mumkin va ushbu so'zni yozgan istalgan odamga sizning mahsulotingiz birinchi o'rinlarda kelib chiqadi. Bu albatta o'sha yuqorida aytib o'tgan auksion orqali yuqori o'rinlar belgilanadi va bu auksionni siz bemalol akkauntingiz ichidagi boost reklamasini yoqish bo'limidan sinab ko'rishingiz mumkin. Uzun marketda o'zi mahsulot zo'r sotilishi uchun marketing asosi hisoblanadigan ba'zi instrumentlarga to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Bulardan eng muhimi va asosiysi bu kalit so'zlar hisoblanadi. Ya'ni siz kartochka yasayotgan etapni o'zida siz u mahsulot uchun marketing jarayonlarini boshlab yuborgansiz. To'g'ri kalit so'zlarni tovarni nomida va uni qisqacha tavsifi, ya'ni opisaniyasida yozib ketsangiz, aynan mijozlar shu kalit so'zlar orqali sizni topib kelishi oson bo'lishi kerak. Kalit so'zlarni ham e'tibor qilinglar. Albatta eng ko'p ishlatiladigan va boshqa konkurentli iloji boricha ishlatmayotgan kalit so'zlarni yoqsalaringiz, unda mijoz birinchi bo'lib sizni topib keladi. Va bu albatta globalniy poistda ham ishlaydi. Ya'ni Google, Yandex yoki boshqa poiskovik brauzerlar orqali mijoz kalit so'zlarni yozsa, aynan marketplace'dagi mahsulotlar yuqori o'rinlarga chiqib keladi. Sababi bu yerda juda ham aktivnost baland. Ya'ni O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, istalgan onlayn sayt obyomiga nisbatan marketplace'dan mahsulot sotib olish obyomi juda ham baland. Shuni hisobidan biz SEO optimizatsiyada, ya'ni Google, Yandex poisk tizimlarida yuqori o'rinlarda chiqib kelamiz. Keyingi eng asosiy bazalardan bittasi bu albatta infografika. Ya'ni siz kartochkangiz uchun yasagan infografikangiz, ya'ni rasmlar juda ham clickbait bo'lishi kerak. Ya'ni-da aynan mijozni e'tiborini tortib va e'tiborini tortish bilan birgalikda unga yetarlicha ma'lumotni qiziq ko'rinishda yetkazib bera olish kerak. Shu yerda bir nechta namunalarni ko'rsatib o'tdim. Keyingi masala bu albatta reyting va sharhlarga doim e'tiborli bo'lish. Reytinglar, ya'ni sizga mijozlar tomonidan qo'yilayotgan odziv, bu sizni mahsulotingizni deylik pasporti. Ya'ni ushbu pasportda qancha ko'p yomon odzivlar tushsa, bu kartochkangizni hech qayer qabul qilmaydi. Ya'ni hech qaysi mijoz sotib olishga qiziqmaydi. Va algoritmga ham bunaqa kartochkalar kerak emas. Algoritm avtomatik tarzda bu kartochkalarni pastga yuboradi va pastda tabiiyki hech kim u tovarlarni ko'rmaydi. Sababi uje raqobat rivojlanyapti. Oldingidek taklif, ya'ni taklif kam, lekin talab ko'p emas. Hozirgi paytda uje
talab taklifga yetib oldi, teng ko'rinishda ketyapti, ya'ni sotuvchilar ham ancha rivojlanishi kerak bu holatda. Shu uchun odzivlarga alohida e'tibor beringlar. Endi xo'p, deylik, mabodo kutilmagan holatda sizni mahsulotingizga negativ odziv tushib qoldi. Bu holatda nima qilish kerak? Darhol ushbu odzivni javobini yozish kerak mijozga, imkon bo'lsa mijoz bilan bog'lanib, u odzivni o'zgartirish kerak. Mahsulotni alishtirib berish yokida vazrat qilishini unga tushuntirsangiz, shu holatda odzivni o'zgartirish mumkin. Agar bu holatda ham o'zgartirmasa, unda sizda yana bitta chora bor. Bu aynan odzivlarni tenglashtirish deyiladi. Ya'ni mijoz deylik, sizni bitta mahsulotingizni sotib olib 3 baho qo'ydi. Endi siz u 3 bahoni o'zi bilan kartochkangizni ishlatishda davom ettirsangiz, unda sizni kartochkangiz umumiy bahosi 3 bo'lib qoladi. Lekin siz ushbu kartochkaga yana ikkita yangi buyurtma tushirib, ushbu buyurtmada ikkita 5 baho oladigan bo'lsangiz, u holatda sizni umumiy bahoyingiz 4.33 bo'ladi, ya'ni 4.3 otsenka bo'ladi va yana ham ko'proq 5 yoki 4 baholi oladigan bo'lsangiz, unda umumiy reytingingiz oshib boraveradi. Shu uchun yomon odziv tushganda darhol o'zingiz samovyukup qilgan holatda, ya'ni o'zingiz mahsulotingizni sotib olib, unga yaxshi odziv qo'ygan holatda uni bahosini tenglashtirib, ya'ni 4 dan baland bahoga ko'tarib olishingiz mumkin. Bu ham albatta deyarli hech qayerda aytilmaydigan instrumentlardan bittasi. Va albatta yana bitta faktor borki, ushbu faktor marketing instrumentlarini birortasini ishlatmagan taqdiringizda ham avtomatik tarzda ishlab ketishi mumkin. Bu albatta mavsumiy tovarlar hisoblanadi, ya'ni sezonность tovari. Ya'ni aynan siz sotayotgan mahsulot aynan qaysidir sezonda zo'r sotiladigan bo'lsa, ushbu mahsulotga hech qanaqa reklamalar va qo'shimcha instrument ishlatmagan holatda ham uni savdosini zo'r qilishingiz mumkin. Lekin shu narsani esda tuting, sezonniy tovarlarda ostatga ham qolish ehtimollari baland bo'ladi. Albatta buni esdan chiqarish kerak emas, chunki siz qilgan foydangiz o'sha ostatkada qolib ketsa, bu 1 yil, yarim yil yokida bir necha mavsum kutishga olib kelish mumkin. Tovarlarni ko'proq sonda sotish va albatta daromadni oshirish uchun eng zo'r ishlaydigan top 5 sxemani tushuntirib o'taman. Birinchisi bu tovar kartochkalarini dubl qilish, ya'ni bitta turdagi tovarni tanladingiz. Ushbu tovar analizi juda ham zo'r chiqyapti va unda marja baland, ya'ni foyda ko'rish ehtimoli baland. Ushbu mahsulotni bozor bo'yicha bir necha variantda aynan o'zingiz joylab sotuvga chiqaring. Bu holatda siz birinchidan raqobatda yutasiz, ya'ni o'zingizga o'zingiz raqobatchi yaratyapsiz. Deylik, bir nechta do'kondan yoki aynan bitta do'konda bir xil mahsulotdan bir nechta takliflar. Taklif deganda narx, infografika, vizual ko'rinishi va o'sha opisaniyalari va u ishlatiladigan premium soha yoki o'rta soha yokida o'sha eng byudjetniy variant ko'rinishda berish bu offer hisoblanadi. Turli ko'rinishlarda bir xil mahsulotni sotuvga chiqarish, raqobatni yutib ketish va ko'proq daromad qilishga juda ham katta yordam beradigan asosiy instrument. Ikkinchi sxema bu albatta birinchi boshlang'ich haftada mahsulotingiz sotuvga chiqishi bilanoq eng past narxlarni ushlash va eng past narx deganda albatta bozorni muvozanatiga ta'sir qilmagan holatda, boshqa sotuvchilarga aynan xalaqit bermagan holatda arzonroq narxda mahsulotingizni mijozga o'tkazish. Sababi boshlang'ich haftada sizda hech qanaqangi odziv, hech qanaqangi buyurtma hali yo'q. Mijozga yoqish uchun tabiiy ravishda narxni arzonroq qilib unga sotishingiz mumkin. Va ushbu birinchi haftalardan foydalanib mahsulotingizga tezgina odziv olishingiz mumkin. Va birinchi haftani o'zida Uzun market har bitta kartochkaga novinka yozuvlarni yozib, uni mijozlarga taklif qilib ko'radi. Ya'ni har xil mijozlarga ushbu mahsulotdan foydalanib, sotib olib ko'rishlarini taklif qiladi va natijasini kutadi Uzun. Ushbu natijaga qarab u mahsulot yoki yana ham ko'proq odamga rekomendatsiyaga chiqadi yokida pastga tushib ketadi. Keyingi fishka bu albatta infografika va turli trendoviy rasmlar orqali umumiy poiskovikda topga chiqish orqali mahsulotni sonini ko'proq sotish va kattaroq daromad qilish. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Deylik, bizni O'zbekiston sharoitida, nafaqat O'zbekiston, butun dunyo bo'yicha mahsulotlar sotuvi uni rekomendatsiyasiga yoki qaysidir taniqliroq odam ishlatib uni ommaga ko'rsatgani orqali sotuvlar oshishi tabiiy holat, buni hammamiz bilamiz. Endi Google'da internet poisk tizimida shunaqa fishka instrument borki, bu instrument aynan bitta mahsulotni bir xil ko'rinishda, ya'ni deylik kiyim bo'ladigan bo'lsa, kim kiyib tushgani, qanaqa pozada kiyib rasmga tushgani yokida qanaqadir qurilma, deylik texnika bo'ladigan
bo'lsa, u qanaqa fonda tushgani va kim ishlatib turgani ko'ringan holatda poyezda topilishi oson bo'ladi. Ya'ni eng ko'p qidiriladigan rasmni siz o'zingizni kartochkangizga joylashtirish orqali eng ko'p ko'rishlar sonini yig'ishingiz mumkin. Tabiiyki, eng ko'p ko'rishlar eng ko'p sotuvlarni olib keladi. Aynan ushbu vizual effekt uzun marketda mijozlar sizga ishonchni tezroq bildirishi va ular ushbu rasmni ko'rish orqali bu mahsulotni yana qayerdadir ko'rganman, shuni qachondir olmoqchi edim degan fikrni ularni miyasiga sekund ichida uyg'otadi va albatta bu sotuvlarga juda ham katta ta'sir qiladi. Keyingi instrument bu albatta samovyukup hisoblanadi. Samovyukup mahsulotingizni o'zingiz sotib olib, unga odzivlar tushirish. Bu holatda albatta o'zini bir nechta qonun qoidalari bor. Buni to'g'ri qilmasangiz, albatta kartochkangiz bloklanishi yoki sotib olgan buyurtmalaringizga odziv qo'yganingiz hech qanaqa ta'sir qilmaslik va o'sha odzivlar ommaga ko'rmasligi mumkin. Buni albatta hisobga olgan holatda instrumentni ishlating. Endi esa ushbu odziv qanaqa yordam beradi? Ya'ni samovyukup qanaqa yordam beradi? Mahsulotingizni mijozlar ishonchini qozonish uchun undagi odzivlar va zakazlar soni ko'p bo'lishi kerak. Haftalik sotuvlarga qarab mijozlar zanjirga bog'lanib ketadi. Ya'ni bir mijoz kelib ushbu mahsulotingizni sotib olish uchun bu mahsulotni bundan oldin kimdir sotib olgan bo'lishi kerak. Agar hech kim sotib olmagan bo'lsa, albatta bu mijoz ikkilanadi va bu mahsulotdan olmaydi. Ozgina qimmatroq narxda bo'lsa ham boshqa konkurentingizdan, zato buyurtma olib turgan konkurentingizdan olib ketish mumkin. Bu esa sizga yomon. Shuning uchun samovyukuplarni o'z vaqtida ishlatib boring. Keyingi instrument esa ayniqsa fashion yo'nalishi, ya'ni kiyim-kechak, oyoq kiyim, taqinchoqlar, bijutariya va boshqa shu sohaga doir tovarlarga juda ham qo'l keladigan instrument hisoblanadi. Agar siz aynan shu yo'nalishlarda ishlasangiz va har doim yangi turdagi modellarni, yangi turdagi trendy fashion yo'nalishidagi tovarlarni qidirib charchagan bo'lsangiz, aynan shu instrument sizga juda ham mos keladi. Bu qanaqa instrument? Mahsulotlar aynan moda yo'nalishida juda ham tez o'zgaradi. Trend bir hafta, 10 kun yoki 1 oy, 2 oy davom etishi mumkin. Keyin esa trend o'ladi va o'rniga yangisi chiqadi. Bu trendlarni bizani bozorga to'g'ri keladimi, yo'qmi, yoki-da o'zi qachon trendga kirib borish kerak va albatta esda tuting, trend mahsulotni hech kim joylamagan paytda joylagan sotuvchilar ushbu mahsulotni anchayin qimmatroq narxda, ya'ni marjani juda ham baland qo'ygan holatda sotishadi va bu kamroq sonda sotib, kamroq mehnat qilib katta daromad topishga olib keladi. Bu qanday ishlaydi? Biz mahsulotni test holatida Pinterest yoki Instagram orqali qaysi kiyimlar, qaysi fashion yo'nalishidagi tovarlar trendga chiqayotganini kuzatishimiz va ushbu kuzatgan mahsulotlarimizdan ekzemplyar olib, ya'ni namuna olib, uzun marketda o'zimizning do'konimizga kartochkasini FBS yoki GBS tizimida testviy joylab ko'rishimiz va ushbu mahsulotga o'zi aslida qiziqish bormi, prosmotrlar bo'lyaptimi, har bitta ko'rgan mijoz bunga qiziqib buyurtmalar beryaptimi? Albatta bu yerda buyurtmalar fakeviy bo'ladi, ya'ni mijoz buyurtma beradi, lekin u mahsulotni siz yetkazib bera olmaysiz. Sababi u mahsulot hali qo'lingizda yo'q. Ya'ni yo'q mahsulotga biza talab borligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buni albatta hisobga olinglar. FBS, GBS juda ham ko'p откazlarni bloklab qo'yadi. Buni ham albatta hisobga olinglar. Bu instrument orqali siz qaysi mahsulot trenddaligi va qaysi mahsulotga ehtiyoj juda ham baland, lekin boshqa konkurentlar joylamayotganini juda ham tez, oson bilib olishingiz mumkin va testdan o'tgan tovarlarni albatta ishlab chiqarishga berish yoki tezgina Xitoydan buyurtma qilib olib kelib, uni sotuvini real tarzda o'sha yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan marketing instrumentlari o'z o'rnida va to'g'ri ishlatilmasa hech qanaqa effekti bo'lmaydi. Buni albatta hisobga olinglar. Shu va boshqa kerakli va foydali ma'lumotlar olish uchun va uzun marketda yoki umuman marketplace'larda strategiya orqali yaxshi daromad qilish xohlasangiz, unda hozirroq video ostidagi silka orqali o'ting va bizani kurs haqida to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kommentariyalarda aynan sizga yoqqan eng zo'r sxema, eng zo'r strategiya qaysiligini yozib keting.